Qardash, qayerga ketyapsiz? Komandirovkaga. Meni berimini holimda tashab ketmoqchimisiz? Tug'ib qo'ysam nima bo'ladi? Vahima qilma, hali 22 kun bor tug'ishingga. Siz 9-oylik o'tganingizda xabaringiz bormi? 9-oyga o'tgandan keyin 1 soat o'tsa ham tug'ib qo'yishi mumkin. Siz buni qilmay mening yonimda bo'lishingiz kerak. Bola faqat menga kerakmi? Bo'ldi, bormayman. Shu san berimini bo'lding, shu eringni ipsiz bog'lading, qo'yding onasining sen. Dachallar bor, dachallar. Dadash, yana qayerga quryapsiz? Toqqa jo'ralarim bilan erta qaytib kelaman. Toqqa? Ay, shunaqa palachining edi ham erdigan xotin kishini yolg'iz qoldiradimi? Tug'adigan ayolning yonida doim bir kishi bo'lish kerak. Ay, qo'shniga aytaman deyman, radimga boradi. Bolla, men toqqa bora olmayman, keyingi safar boraman. Plastik hozir xotinim palacheniyada. Bo'ldimi? Chanoq bo'ldimi? Shuncha gapni devorga gapirdimi? Yana qayerga ketyapsiz? Xonsaroyga boraman. Yangi fazo degan loyihasi chiqibdi. O'shani ko'rib kela, yo'qsa olamiz uni. Xo'p, meni dard tutib qolsa, radimga olib borishga odam kerak-ku menga. Uyda dard tutib qolsa nima qilaman? Oyoq teskariga qo'yib qolaman. Meningcha o'ylamaysiz, doim o'zingiz o'ylagansiz. Qayerga ketyapsiz? Hojatxonaga ketaman, hojatxonaga. Borsan maylimi? Tug'sang tezroq tug'ishlarim qolib ketyapti. Tuya go'shiganmisan?